Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, qadrli nafaqaxo'rlar va ularning yaqinlari. Bugungi videoroligimizda sizlarning nafaqalaringizdan qarzlar uchun qilinadigan katta ushlab qolishlardan himoyalanishning mutlaqo yangi va nihoyatda muhim tartibi haqida batafsil ma'lumot olasiz. Bu shunchaki bir yangilik emas, aziz nafaqaxo'rlar, bu sizning yillar davomida to'plagan mehnatingiz, qariyalik gashtini surishingiz uchun davlat tomonidan berilgan katta imkoniyat, xuddi sizning yonishingizga suv sepilganidek. Lekin ko'pchilik bu muhim o'zgarishdan hali ham bexabar. Aynan hozir sizning hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni o'rganamiz va sizni moliyaviy adolatsizlik changalidan qutqarishga yordam beramiz. Siz azizlar, butun umringiz davomida vatanimiz ravnaqi yo'lida tinmay mehnat qildingiz. Har biringizning peshonangizdagi ajinlarda mashaqqatli hayot yo'li, bolalaringizning kelajagi uchun chekilgan zahmatlar aks etgan. Sizlar bu yurtning bunyodkorlari, kelajak avlodlarga nurli yo'l ko'rsatuvchilari bo'ldingiz. 60 ko'plab nafaqaxo'rlarimiz pensiya puliga qarab kun kechirishga majbur bo'lgan paytda, hatto shu pensiyadan ham qarzlar uchun katta summalar ushlab qolinishi, ochig'ini aytganda, adolatsizlikning eng oliy ko'rinishlaridan biri edi. Bu holatlar ko'plab insonlarning ruhiyatiga, turmush tarziga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Ko'pchilik esa moliyaviy qiyinchiliklar girdobida qolib ketishga majbur bo'ldi. Nafaqaxo'rning minimal ehtiyojlarini ham qondira olmaydigan darajada kamayib ketgan pensiya bilan yashash qanchalik og'ir ekanligini tasavvur qilish qiyin emas. Bunga qanday chidab keldingiz, azizlar? Sizning hayotingizda qanday qiyinchiliklar bo'lgan? Masalan, qaysi yilda nafaqaga chiqqaningizni, qancha muddat mehnat qilganingizni va pensiyangizni biror qarz tufayli kesilgan holatlar bo'lganmi? Izohlarda o'z tajribangizni baham ko'ring, boshqa nafaqaxo'rlarga o'rnak bo'ling, bir-birimizga dalda bo'laylik. Bu xalqning og'riq nuqtasi va uni faqat birgalikda bartaraf etishimiz mumkin. Sizning hikoyalaringiz bizga yanada kuch beradi. Qonunlarimizdagi boshliqlarni ko'rsatishga va kelgusida bunday holatlarni oldini olishga yordam beradi. Har biringizning shaxsiy tajribangiz bebaho boylikdir. Qonunlar o'zgaruvchan, axborot esa oltindan qimmat. Ayniqsa, sizning moliyaviy farovonligingizga bevosita ta'sir qiluvchi bunday muhim yangiliklardan bexabar qolmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ysangiz, bizning yangi videoroliklarimiz chiqishi bilan sizga bildirishnoma keladi va siz mamlakatimiz qonunchiligidagi eng so'nggi va muhim o'zgarishlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Bu sizning huquqiy savodxonligingizni oshirish yo'lidagi birinchi qadamdir. Chunki bilim, kuch, ayniqsa, bu sizning shaxsiy moliyangizga tegishli bo'lsa. Har bir fuqaro o'z huquqlarini bilishi shart va biz sizga shu yo'lda yordam berishga tayyormiz. Endi esa vaziyat qanday o'zgargani haqida gaplashamiz. Yaqin vaqtgacha, aniqrog'i 2026-yil fevral oyida imzolangan ushbu muhim farmongacha nafaqaxo'rlarning ahvoli ko'pincha og'ir edi. Avvallari agar nafaqaxo'rda qarzdorlik, masalan, kommunal to'lovlar, bank kreditlari yoki jarimalar bo'lsa, sud ijrochisi yoki banklar nafaqadan deyarli barcha mablag'ni ushlab qolish huquqiga ega edi. Ba'zi hollarda nafaqaxo'rning qo'lida tirikchilik uchun juda kam, hatto nolga teng mablag' qolar edi. Bu ko'plab oilalarni qashshoqlik yoqasiga olib kelar, keksalarimizni o'z ehtiyojlarini qondirishdan mahrum etar, hatto zarur dori-darmonlarni sotib olishga ham mablag' topa olmaydigan ahvolga solardi. Pensiyadan 30%, 50%, ba'zan esa undan ham ko'proq ushlab qolingan holatlar afsuski kam uchramas edi. Bu nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasizligini yanada kuchaytirar, ularning yashash darajasini sezilarli darajada pasaytirardi. Bunday holatlar mamlakatimizda adolat tamoyillariga zid edi va bu muammo davlat darajasida jiddiy e'tibor talab qilar edi. Biz, yuristlar ham bu muammo bilan tez-tez duch kelardik va qonunchilikdagi bu bo'shliqni to'ldirish zarurligini doim ta'kidlab kelardik. Ammo xushxabar shuki, 2026-yil fevral oyida imzolangan prezident farmoni bilan bu adolatsizlikka chek qo'yildi. Davlatimiz nafaqaxo'rlarimizning himoyasini kuchaytirishga, ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan muhim qadam tashladi. Endilikda aziz nafaqaxo'rlar, majburiy ushlab qolishlarning barcha turlaridan so'ng sizning qo'lingizda majburiy ravishda minimal iste'mol xarajatlardan kam bo'lmagan miqdorda mablag' qolishi shart. Hozirgi kunda bu miqdor 669 ming so'mni tashkil etadi. Bu shuni anglatadiki, sizning pensiyangizdan qancha qarz ushlab qolinmasin, sizning yashashingiz uchun minimal darajada 669 ming so'm miqdoridagi mablag' qolishi kafolatlanadi.
Bu avvallari nafaqaxo'rlarning deyarli barcha pensiyasi ushlab qolinadigan holatlarga barham beradi va ularning asosiy ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo'lgan minimal mablag'ni ta'minlaydi. Minimal iste'mol xarajatlari bu insonning yashashi uchun eng zarur bo'lgan oziq-ovqat, kiyim-kechak, kommunal to'lovlar va boshqa kundalik xarajatlarni qoplashga yetadigan mablag'dir. Bu ko'rsatkich har yili qayta ko'rib chiqiladi va yangilanadi. Shuning uchun bu miqdor doimiy emas, lekin uning mavjudligi nafaqaxo'rlarning himoyasini ta'minlaydi. Bundan tashqari yanada qat'iy cheklov o'rnatildi. Qarzlar uchun har oylik ushlab qolinadigan umumiy mablag' hech qanday holatda hisoblangan pensiyaning 50% dan oshmasligi kerak. Ya'ni agar sizning pensiyangizdan qarzlar uchun ushlab qolinadigan summa hisoblangan pensiyangizning 50% dan oshib ketsa, bu qonunbuzarlik hisoblanadi. Bu qoida nafaqaxo'rlarning moliyaviy yukini sezilarli darajada yengillashtiradi va ularni og'ir moliyaviy bosimdan himoya qiladi. Misol uchun, agar sizning pensiyangiz 1.200.000 so'm bo'lsa, undan qarzlar uchun ushlab qolinadigan maksimal summa 600.000 so'mdan oshmasligi kerak. Va albatta ushlab qolishlardan so'ng qolingizda 669.000 so'm qolish shartini ham unutmang. Bu ikki qoida bir-birini to'ldirib, nafaqaxo'rlarimizning moliyaviy himoyasini 2 barobar kuchaytiradi. Bu yangi tartib nafaqat nafaqaxo'rning o'zini, balki uning qaramog'idagi oila a'zolarini ham himoya qilishga qaratilgan. Chunki ko'plab keksa insonlar nafaqat o'ziga, balki farzandlari, nabiralariga ham moddiy yordam berib turishadi. Xo'sh, bu yangi tartib kimlarga ko'proq foyda keltiradi va kimlar hali ham xavf ostida qolishi mumkin? Avvalo, pensiyalari kichik bo'lgan va bir nechta qarzga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar ushbu yangi himoyadan eng ko'p foyda ko'radilar. Agar ilgari sizning pensiyangizdan ko'p qismi ushlab qolinib, minimal iste'mol xarajatlaridan kamroq mablag' qolayotgan bo'lsa, endi sizning qo'lingizda doimiy ravishda 669.000 so'mdan kam bo'lmagan miqdor qolishi kafolatlanadi. Bu holatda sizning real daromadingiz sezilarli darajada oshadi, chunki sizning qo'lingizda avvalgidan ko'proq mablag' qoladi. Shuningdek, pensiyasining 50% dan ko'proq qismi ushlab qolinayotgan nafaqaxo'rlar ham endi ancha yengil nafas olishlari mumkin. Chunki ushlab qolish miqdori 50% dan oshmaydi. Bu esa qarz yukini kamaytiradi va ularga moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi. Xavf ostida qolishi mumkin bo'lgan kategoriyaga kelsak, bu yerda ham shuni ta'kidlash joizki, yangi qonunlar bilan deyarli barcha nafaqaxo'rlar himoya ostiga olindi. Ammo shunga qaramay, agar sizning qarzlaringiz juda ham katta bo'lsa va pensiyangiz minimal iste'mol xarajatlaridan juda ozgina oshiq bo'lsa, siz hali ham moliyaviy jihatdan qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin. Bu holatda ham qonun sizni himoya qiladi, lekin baribir qarz yukini kamaytirish ustida ishlash tavsiya etiladi. Davlatning bu qarori albatta ijtimoiy adolatni ta'minlash yo'lidagi ulkan qadamdir. Keksa avlod vakillariga g'amxo'rlik qilish, ularning qariyalini munosib o'tkazishga sharoit yaratish har bir fuqaroviy jamiyatning asosiy vazifalaridan biridir. Bizning davlatimiz ham bu yo'lda qat'iy qadamlar tashlamoqda. Bu yangi qoida sizning moliyaviy ahvolingizni qanchalik yaxshilaydi deb o'ylaysiz? Yoki sizningcha bu hali ham yetarli emasmi? Balki sizda o'z takliflaringiz bordir. Bizning qonunchiligimizni yanada takomillashtirish uchun qanday qo'shimcha choralar ko'rish kerak deb hisoblaysiz? Balki sizning qarzingiz bor, ammo bu yangi qoidalar haqida bilmasdingiz va endi vaziyatingiz yaxshilanishiga umid qilyapsizmi? Fikrlaringizni izohlarda yozing. Biz albatta o'qiymiz va munosib javob beramiz. Sizning har bir fikringiz biz uchun muhim, chunki bu xalqning ovozi va biz bu ovozni tinglashga tayyormiz. Endi esa bu yangi qonunlarning samaradorligini ta'minlash va o'zingizni himoya qilish uchun siz nimalar qilishingiz kerakligi haqida aniq tavsiyalar beraman. Birinchidan, pensiya tushumlaringizni diqqat bilan nazorat qiling. Har oy pensiya kartangizga tushayotgan mablag'ni va uning qanchasi ushlab qolinganini tekshiring. Agar sizga Sims xabarnoma xizmati ulangan bo'lsa, bu juda oson bo'ladi. Agar ulanmagan bo'lsa, bankka murojaat qilib, ushbu xizmatni faollashtiring. Bu sizga moliyaviy operatsiyalaringizni doimiy nazorat qilish imkoniyatini beradi. Pensiya miqdori va ushlab qolingan summa haqidagi ma'lumotlarni pensiya jamg'armasidan yoki bankdan bemalol so'rab olishingiz mumkin. Ikkinchidan, agar ushlab qolishlar qonun bilan belgilangan chegaradan oshib ketayotgan bo'lsa, darhol choralar ko'ring.
Esingizda bo'lsin, ushlab qolishlardan so'ng sizning qolingizda 669 ming so'mdan kam bo'lmagan mablag' qolishi va ushlab qolishning umumiy miqdori pensiyaning 50% dan oshmasligi kerak. Agar bu qoidalar buzilayotgan bo'lsa, siz birinchi navbatda pensiya jamg'armasiga, sud ijrochilari byurosiga, MIBga, bankka yoki shu qarzni undirish bilan shug'ullanuvchi tashkilotga yozma ariza bilan murojaat qilishingiz kerak. O'z arizangizda yangi qonun hujjatlariga ishora qilib, ushlab qolish miqdorini qonun doirasiga keltirishni talab qiling. Arizangizning ikkinchi nusxasiga kirim shtampini bostirib oling yoki elektron pochta orqali yuborgan bo'lsangiz, yuborilganligi haqidagi tasdiqnomani saqlab qo'ying. Bu keyinchalik dalil sifatida xizmat qilishi mumkin. Uchinchidan, huquqiy maslahat olishdan tortinmang. Agar yuqoridagi choralar natija bermasa yoki siz vaziyatni mustaqil hal qila olmasangiz, malakali yurist yordamiga murojaat qiling. Hukumat tomonidan bepul huquqiy yordam ko'rsatuvchi markazlar ham mavjud. Yoki bizning kanalimiz orqali ham savollaringizni berishingiz mumkin. Biz imkon qadar yordam berishga harakat qilamiz. Ba'zan birgina to'g'ri maslahat butun vaziyatni tubdan o'zgartirishi mumkin. To'rtinchidan, o'z huquqlaringizni yaxshi biling va ularni himoya qilishdan qo'rqmang. Siz davlat himoyasidasiz. Sizning mehnatingiz va qariyalingiz hurmatga sazovor. Hech kim sizni qonun doirasidan tashqarida moliyaviy qiyinchiliklarga duchor qilishga haqli emas. Agar qonun buzilishiga guvoh bo'lsangiz, ovozingizni ko'taring, tegishli idoralarga murojaat qiling. Sukut saqlash bilan muammo hal bo'lmaydi, aksincha adolatsizlikka yo'l ochadi. Beshinchidan, moliyaviy rejalashtirishga e'tibor bering. Qarzlaringizni qanday to'lashingizni rejalashtiring, budjetingizni to'g'ri taqsimlang. Agar imkon bo'lsa, kichikroq qarzlarni birinchi navbatda to'lashga harakat qiling. Bu sizning umumiy qarz yokingizni kamaytirishga yordam beradi. Qarzlardan qutulish sizga moliyaviy erkinlik va xotirjamlik bag'ishlaydi. Oltinchidan, qarz beruvchi tashkilotlar bilan muloqotga kirishing. Agar siz qarzni to'lashda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, banklar yoki kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar bilan bog'lanib, to'lov muddatini uzaytirish yoki to'lov rejasini qayta ko'rib chiqish imkoniyatini muhokama qiling. Ko'plab tashkilotlar mijozlariga yordam berishga tayyor, ayniqsa ular vaziyatni tushuntirsalar va hamkorlikka tayyor bo'lsalar. Ammo bu muloqotda ham yangi qonunlarga tayanishni unutmang. Xulosa qilib aytganda, aziz nafaqaxo'rlar, davlat tomonidan sizning pensiyangizni himoya qilish bo'yicha ulkan va muhim qadam tashlandi. Endilikda sizning pensiyangizdan qarzlar uchun ushlab qolinadigan mablag'lar qat'iy cheklovlar bilan himoyalangan. Bu sizning moliyaviy xotirjamligingizni ta'minlashga va qariyalingizni munosib o'tkazishingizga zamin yaratadi. 2026-yil fevral oyida imzolangan farmon endi sizning qolingizda doimo 669 ming so'mdan kam bo'lmagan mablag' qolishini kafolatlaydi va umumiy ushlab qolish miqdori hech qanday holatda hisoblangan pensiyaning 50% dan oshmaydi. Bu endi haqiqat, azizlar, bu endi shunchaki va'da emas, balki qonun. Endi sizning nafaqangizdan ushlab qolinayotgan mablag'lar bo'yicha qanday choralar ko'rasiz? Sizningcha, davlatning bu qarori sizning hayotingizga qanday ta'sir qiladi va u sizning keksayib qolgan yoshingizda biroz bo'lsa ham xotirjamlik bera oladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Bizning kanalimizda sizni kutib qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, azizlar.